Mana bugun supervizor uchun tashkil qilingan malaka oshirish kursining ikkinchi bosqich, ikkinchi siklini tugatdik va bu bosqichda bizga kattalarni o'qitish metodologiyasi bo'yicha bilim va nazariyalar bilimlar berib o'tildi va bu olgan bilimlarimizni biz kelgusida ijtimoiy xodimlar bilan birga ishlash jarayonlarida qo'l keladi deb o'ylaymiz va ishlatamiz. Bu yerda bizga juda ko'pgina bilim va ko'nikmalar o'rgatildi. Shu mavzular ichida stress mavzusida biz juda ham ko'p amaliy mashg'ulotlarni boshdan kechirdik, qo'lladik va ijtimoiy xodimlar bilan mana shu stressga tushish, uni oqibatlari bo'yicha yetarlicha yechimga ega bo'ldik. Bundan taassurotlar juda ham katta. Bu o'quvda juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Albatta mana dars davomida motivatsiya, stress kabi tushunchalar ularning ichiga kirib o'rgandik. Bu bosqichda biz kattalar ta'limi, oilaga kirish, motivatsiya, stress va boshqa shu kabi bilimlarni oldik va bizga bu ikkinchi bosqich juda katta ustozlik maktabi bo'ldi. Trening davomida o'zimizga zarur bo'lgan kattalarni o'qitish ta'limi, stress oqibatlari, motivatsiya turlari va shuningdek trenerlik mahorati bo'yicha bilim va ko'nikmalarni egalladik va ijtimoiy xodimlarga kelgusida mana shu bilimlarni berib, ularning ish faoliyatini yaxshilashda amaliy va nazariy tomonlama, har tomonlama ko'maklashamiz.